Ayollar, sizlar go'zallik saloniga nima uchun chiqasizlar? Chiroyli bo'lib o'zinglarga qarash uchunmi yoki ichinglardagi negativ to'kib ketish uchunmi? Kecha salonga chiqqanimda bitta ayol keldilar, o'rta yoshli ayol, bir 2 soatcha faqat yomonladilar. Qaynona qaynotalarini, erlarini, uy ishlari, ovqat qilish jonlariga tegani bormi, o'sinlarimi? Xullas bironta yaxshi gap gapirmay, faqat negativ gapirib ketdilar. Ketayotganda masterga qarab aytadilar-ki, "Voy, yengil bo'ldi, men mazza qildim" deyaptilar. U masterchi bir kunda nechta mijoz bilan ishlaydi u masterlar. Har bitta kelgan odam o'zini negativini gapirib ketaversa, u masterni kuchi qoladimi? U psixolog emas, sizlarni hamma gapinglarni eshitib o'tiradigan. Uni ham sizdan ko'p bo'lsa ko'pga tashvishlari, kam emas, ishoninglar. U bechora masterlar ham o'lgani kunida eshitadi-da. To'g'risi, xafa bo'lmanglar, yana o'lgani kunida eshitadi. Ketgandan keyin aytadilar, shunaqa boshim og'rib ketdi. Вообще charchatib yubordi deyaptilar-da. Keyingi mijoz kelganda ham уже ishlagisi kelmayapti-da, charchab boshi og'rib ketgandan. Ayollar kayfiyat yuqumli bo'ladi. Yaxshi kayfiyat ham, yomon kayfiyat ham. Kechagi ayollar yomon kayfiyati masterga ham yuqdi, u masterdan keyingi mijoziga ham yuqdi-da. Bu yaxshi narsa emas bu. Har doim yaxshi kayfiyat ulashish kerak. Sizlarchi, sizlarni fikringlar qanaqa bu masalada? Salonga chiqqandan keyin ayollar shunaqa dardini aytib, muammolarini masterlarga aytish bu qanchalik to'g'ri?